Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bu videoda siz Sunny Lake dam olish maskanini to'liq obzorini ko'rishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Bo'lmasa biz boshladik. Jigar, to'laysiz shu kreditini. Undan oldin bitta yaxshi dam oling. Xullas, Sunny Lake dam olish maskanida 3 ta dam olish joyi bor. Birinchisi plyaj, ikkinchisi mehmonxona, uchinchisi zatonlar. Hozir sizlar bilan birinchi dam olish joyimiz plyajni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosishni unutmanglar. Bo'lmasa biz ketdik. Sunny Lake dam olish maskanining markazida mana shunday toza tabiiy suvga ega bo'lgan katta ko'l joylashgan. Zatondan aylanib tushsangiz ham, plyajdan chiqsangiz ham, mehmonxonadan chiqsangiz ham xuddi shu ko'lda cho'milasiz. Ko'ldan chiqishingizga mana shunaqa katta qumli plyaj atrofida esa sonini bilmaymiz, juda ham ko'p sonda tapchalarimiz joylashgan. U yerda kelib bemalol kollektiv, o'rtoqlar, sinfdoshlar yig'ilish qo'yiladigan kelsa, xohlaganinglar bilan kelib bemalol davom ketsanglar bo'ladi. Joylarni band qilish uchun yoki narx-navo bilish uchun pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar. Keyingi lokatsiyamiz mehmonxona. Sunny Lake dam olish maskanimizning keyingi lokatsiyasi bu premium darajadagi mehmonxonasi bo'ladi. Uni hozir birinchi o'rinda tashqarisini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Tashqarida mehmonxonaning o'zini mana shunaqa qumli katta plyajı bor. Buni asosiy eng katta ustunligi bu boshqalardan alohidaligi bilan bu yerga kelib bemalol oilaviy ham davom ketsanglar bo'lishi mumkin. Bu yerda baliq tutishga, cho'milishga hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Endi sizlar bilan mehmonxonaning ichkarisini ko'rib chiqamiz. Mehmonxonamizga kiraverishda mana shunaqa o'zining hovlisi bor. Bu yerda bemalol stol-stulga o'tirsanglar bo'ladi yoki ham bunaqa skameykalar, qayg'alarimizdan ajralib, ichkari xonani esa o'zingizlar bitta ko'rib chiqasizlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, premium sifatdagi mehmonxonamizda bitta xonasini ko'rdinglar. Bu yerda yana undan tashqari o'zini Wi-Fi va xolodilniklar bilan ham jihozlangan. Xullas, sizni xotirjam maza qilib dam olishinglar uchun nima kerak bo'lsa, hamma jihozlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday xonalardan bu yerda yana 6 ta bor. Xonalarni bron qilish yoki narxlarni bilish uchun pastdagi raqamga aloqaga chiqasizlar. Bizning keyingi lokatsiyamiz dacha formatidagi zatonlar. Mana Sunny Lake dam olish maskanimizning 3-chi dam oladigan joyi zatonlarga ham yetib keldik. Bu yerda xuddi shunaqa zatonlardan yana 6 ta bor. Sizlar bilan bittasini ko'rib chiqamiz. Videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Xullas, zatonga kiraverishingizda mana shunday parkovkasi bor. Mashinangizni bemalol qo'yib kirishinglar mumkin. Undan tashqari uni o'zini hovlisi va qozon, o'choq, shashlik pishirish uchun qo'ralarga chopib qo'yganmiz va zatonning asosiy qismi dam olish joyiga keladigan bo'lsak, bu yerda stol, stul va o'zini tapchani mavjud. Atmosferani ko'rib turibsizlar. Ko'lning yoqasida joylashgan toza havo, kollektiv yoki oila bilan kelish uchun ideal variant. Yana bu yerda dam olish uchun ikkita xonasi mavjud. Bu xonalarning bittasi kichkina farzandlar uchun, ikkinchisi kattalar uchun. Sunny Lake dam olish maskani 3 ta dam oladigan joyga ega. Sizlar bilan har bir obzorni ko'rib chiqdik. Xohlasangiz tapchanlarni, xohlasangiz mehmonxonani, xohlasangiz zatonlarni band qilish uchun quyidagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Videoga like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Sunny Lake dam olish uchun ideal maskan.